hozirgi kunda hamma insonlarda kuzatiladigan, lekin unchalik ham e'tibor bermaydigan muammo bu bugun stress haqida gaplashamiz. Men nevrolog Charos Bahadirovna, nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash milliy markazi asab kasalliklari bo'limi bo'lim mudirasi sifatida 15 yildan beri faoliyat yuritib kelaman. Stress bu shunaqa narsaki, bu bizani nafaqat ruhiyatimizga, balki bu bizani bosh miyamizga, asab tizimimizga juda ham katta ta'sir qiladi. Stress deganda ko'pchilik o'ylashadi, kim bilandir urishish yoki kim bilandir tortishib qolish, baqirish, biror narsaga qo'rqib ketish, siqilish. Albatta, to'g'ri, bu ham stress. Lekin stress deganda masalan dieta qilyapsizmi, zo'r maza qilib ovqat yeb yurgan odam birdan dietaga o'tirsa, bu ham stress. Kechqurun uxlamayapsiz, bu ham stress. Tinmasdan, dam olmasdan ishlayapsiz, bu ham stress. Odam stressga chalingandan keyin bilasizlar, stress bo'ldi, ko'pgina insonlarda birinchi navbatda uyqusizlik boshlanadi. Biza kechqurun vaqtida uxlamadikmi, bu degani bizda bosh miyada melatonin ajralishi kamayadi, ya'ni melatonin yetishmovchiligi va buni natijasida kortizol gormoni oshib ketishi kuzatiladi. Bizda melatonin yetishmadimi, bizda nima bo'ladi? Diqqat, e'tibor, xotira pasayadi. Chunki melatonin yetishmovchiligi bo'lganda bizda bosh miyada gipokamp degan zona bor, ya'ni soha, gipokampda kichrayish, ya'ni atrofiya kuzatiladi. Ko'p stressda yurgan insonlarda melatonin yetishmovchiligi, kortizol gormonini ko'payib ketishi va gipokampda kichrayish kuzatiladi. Buni asoratda. Gipokamp sohasi kichrayish boshlagandan keyin bizda xotira, diqqat, e'tibor susayishi boshlaydi. Asabiylashamiz, uyqusizlik kuzatiladi. Har bir inson, har bir insonning hayotida xohlaymizmi, xohlamaymizmi, baribir ham stress bo'ladi. Stresssiz insonning o'zi yo'q. Stress bo'lmadimi, demak bu inson yashamayapti deganida. Agar stress kuzatildimi, men har doim bemorlarga aytaman, stress bu hamma kasalliklarga sabab bo'ladi. Stress tufayli bosh miya qon tomir kasalliklari ham bo'lishi mumkin, endokrin kasalliklar ham kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari stress odamda sahr ham bo'lishi mumkin, infarkt, insult, ya'ni ko'pgina kasalliklarga bu stress sabab bo'lishi mumkin. Shu uchun har doim aytaman, stressga chalindingizmi, albatta o'sha nevrolog shifokorga murojaat qilish kerak va bu holatdan tezroq chiqib ketishga harakat qilishimiz kerak. Chunki stressga chalingan odamda xohlaydimi, xohlamaydimi uyqusizlik, nabarot juda ham ko'p uxlashadi stressga chalinganlar. Teskarisi aksiya ham bo'lishi mumkin. Xotirani pasayib ketishi mumkin, diqqat, e'tibor susayadi va bu stressga chalingan odam nafaqat o'ziga, balki atrofdagi insonlarga ham salbiy ta'sir qilishni boshlaydi. Bolasiga baqiradi, eri bilan urushadi, qaynota bilan urushadi. Bularni hamma, bu holatni hammasi o'sha haligi stress fonida rivojlanadi. O'sha stressni davolashda men har doim aytaman, stressga chalingan bemorlarga men nevrologik podxod qilaman, yordam beraman, lekin albatta psixolog bilan birga ishlasak, natija yana ham yaxshiroq bo'ladi. Misol uchun, bu yerda qabulimga bugun bir qiz kirib keldilar, juda ham yosh qiz, 19 yashar qiz. Bu qiz unashtirilgan, to'y bo'lish kerak, lekin juda ham tushkun holatda. Shunaqangi tushkun, prям depressiyaga tushib qolgan, hattoki o'zini suitsid qilishgacha borgan. Va suitsid qilmoqchi bo'lganda uni o'sha yaqinlari ko'rib qolib, bu narsani to'xtatishgan. Va bu narsani nima uchun aytyapman? Bu bemorni men ko'rib tekshiruvlarga borganimda, tekshiruvlarda juda ham ko'p defitsitlar bor edi. Ferritin past, foliyaviy kislota past, vitamin D past, anemiya bor. Juda ham ko'p defitsitlar, gormonlarda ham o'zgarishlar bor edi. Mana bu qiziq holatida ham faqat nevrolog emas-da, nevrolog, psixolog, endokrinolog, ya'ni birgalikda davolash ishlari olib borilsa, natija juda ham yana ham yaxshi bo'ladi. Hamda o'sha qonda bo'ladigan defitsitlarni ham to'ldirsak, natija yana ham yaxshiroq bo'ladi. Bu qiz suitsid darajasiga boryaptimi? Demak, bu qiz anchagacha hech qanaqa lecheniya olmagan. Bu qiz vaqtida nevrologlarga murojaat qilmagan, vaqtida lecheniya olmagan, o'zi shu holat mana suitsid darajasiga olib kelyapti. Masalan, odam o'zidan o'zi suitsid qilib qo'ymaydi o'ziga. Bu suitsid qilish darajasiga kelish uchun qanchadir muddat, qanchadir yo'lni bosib o'tadi bu bemor. Ya'ni bormaydi, hech kimga murojaat qilmaydi, vaqtida lecheniya olmaydi va oxiri suitsid bilan tugaydi. Masalan, qanaqa paytda murojaat qilish kerak? Da, shu uchun ham bemor qaysi paytda ko'rinish kerak? Shu uchun ham inson o'zida qanaqadir belgini his qilyaptimi? Inson o'zida qanaqadir o'zgarish, masalan, vahima bosyapti, qo'rquv bo'lyapti, uyqusiz bo'lyapti-da, inogda holsizlanadi, yotoqchilanadi. Qanaqadir belgi bo'ldimi, albatta shifokorga murojaat qilish kerak. Chunki bu belgilar bekordan bekor bo'lmaydi, ayniqsa yoshlarning orasida. Endi tushunaman, yosh kattalarda возрастной bo'ladi, to'g'ri, 60 dan keyin, 70 dan keyin возрастной qanaqadir o'zgarishlar bo'ladi. Lekin
Afsuski, hozir yoshlarning orasida bu narsa juda ham ko'p. Me'yordan ortiq ko'p telefon ishlatish ham stressga sabab, chunki kechasi bilan telefonda o'tiradi, uxlamaydi. Miya har doim aktiv holatda, miya ishlayveradi. Miya ham dam olgisi keladi, vaqtida uxlash kerak, vaqtida dam berish kerak-da. Bular ham ta'sir qiladi, gadjetlar, telefon hammasi ta'sir qiladi. Ayniqsa yosh bolalarda. Agar sizlarda stress bo'yicha qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariylarda yozib qoldiringlar. Insultga chalingan bir bemorim tarixi haqida gapirib bermoqchiman va shunaqa maqsad oldimga qo'ydim. Bundan keyingi videolarda har bir bemorim haqida rubrika tayyorlamoqchiman. Agarda sizlarga qaysidir mavzu qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariylarda yozib qoldiringlar.